Mana shu aroqni ichib, bitta guldek qizni hayoti parcha-parcha bo'lib ketdi. Mo aynada qaranglar. Mana. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Suyimsiz? Siz bilan gaplashdingmi? Ha, men bilan gaplashyapmiz. Nima bo'ldi? Kecha kuni kechqurun bitta qiz o'zini osib qo'ydi. Ha, kim bo'ladi sizga? Yaxshi ko'rgan qizim bo'ladi. Yaxshi ko'rgan qizingiz bo'ladimi? Mana shu Koreyada tanishganmisizlar? Ha, Koreyaga tanishganmiz. Mana shu uyda yashaysizlarmi? Ha, shu uyda. Hozir Melisa olib ketdimi? Ha? Ha, Melisa olib ketgan. Bitta kirib sizlar ko'rdilarmi kirib? Qachon? Halimi? Ha, tanirmidlarmi qizni? Tanisizlarmi? Bola o'rtoqlaring, to'g'rimi? Hozir kirib ko'rsak bo'ladimi? Melisa yopib, nima qilib qo'ymaganmi? Taqiqlab qo'ymaganmi? Yuringchi. Nechinchi etaj? 10-etaj. 10? Sher, unga uramiz. Qaysi tomon? Bu tomon. Hozir morgdami? Ha, hozir bo'ldi. Qayerli? Sirdaryoda. Sirdaryo? Ha, Yoshi necha dedi? 26 yosh. Bu liftmi bu? Ha. Birinchi bo'lib kim ko'rib qo'ygan endi o'lganligini? Akamiz bor edi, sherigimiz, men yaqin akam bo'lgan. Sizni yaqin akangiz ko'rib qolganmi? Sizni xotiningizmi u kishi? Nima? Qanaqa? Yaxshi ko'rgan qizim. Yaxshi ko'rgan qizingiz? Nikoh bormi, yo'qmi? Yo'q, nikoh. Ha? Mana shu uyda yashaganmisizlar. Svet shunday yoqsa bo'laveradimi? Endi Melisa kirishga ruxsat bergan, bermagan? Melisa kirsalaring ham hech narsaga tegmanglar deb aytdi. Deb aytdi. Hech nimaga tegmanglar bo'lmasa. Nima bo'ldi aka bu yerda? Bizga tortishib qoldi kechqurun. Tortishib qoluvdi? Menimcha Ramazonga mana ular ilgansizlar-da, ha? Yasharmidilar bu qiz bilan birga mana shu yerda er-xotin bo'lib? Necha yildan beri yashardilar? 1 yildan beri? Hali telefonda 2 yildan beri taniyman dedingiz-ku? 2 yildan beri tanishman. Baqa kelingchi. Mana yoqsa bo'ladimi? Mana shishalaydi. Nima endi bu? Mayli krujkani olib. Kim ichgan buni? Shu ichib o'tirgan ekanda ekan. Shu qizmi? Ha? O sigaret kim chekkan? Shu. Ash qiz chekkanmi? Mana nima mana? Bu yerda anaqa konditsionerda nimalar turadi. Mana yoqda Ramazon. Nari yoqda? Mana yoqda archa bayram. Ramazonni nimalarini ilishgan ekanda mana. Ramazon keldi deb. Ro'za tutarmidi? Siz? Ro'za ham tutadi, aroq ham ichadi. Keyin bilmayman, aroq ichgan bo'ldi, o'zi aynib qoldi, keyin aynib qoldi. Aroq ichgan yo'g'ida aynib qoldi, mana u nima? Tepadagi mana svetda. Tepadagimi? Tushib ketdimi bu? Unga ilgan bo'lgan ekanda Ramazonda nimasini. Uni tortib yulganda bu ham qo'shilib tushdi. Hozir uyda hamma narsani bu yerda dasturxon bo'lgan, mana bu dasturxon, buni ustida idishlar bo'lgan, tortganda hamma sinib ketgan bu yerda. Keyin bakal bo'lgan, bakalga qarab urg'itgan. Sigaretmi bu? Men sigaret chekaman. Bitta urishdilarmi aka? Nimani talashib urishdilar aka? O'zbekistonda unashtirilgan. O'zbekistonda unashtirilganidan? Kim bilan? Bitta xotiningizmi, qizchangiz bor ekan, u yoqda unashtirilganmi deysiz? Mana nima edi shu? Uksiz ichib bormaganmi shu qilib? Ichmoqchi bo'ldim, men to'kib tashladim ekan. Ichmoqchi bo'ldi? Qachon ichmoqchi bo'ldi? Men o'sha bega kirib, kurtkamni yechganimcha bedan uksiz solyapti turgan ekan. Qarasam uksiz hidi chiqib ketadi. Qo'pol ochgan. Qo'limni olib qo'yib rakovinaga to'kib yubordim.
O'zini o'ldirmoqchi bo'ldimi uksusni ichib? Bilmasam, shu qo'liga ushlagan ekanda u o'ksibdi deysan. Ovqat qilgan ekanda. Ovqat qilgan ekan. Hamma idish-tovoqlar bor, sizlar kakkolo'jni oila bo'lib yashagan ekansizlar-da. Lekin nikoh yo'q-da. Siz qayerdansiz? Namangan. Namangandan. Qanaqa viza? Y9. Y9. Qancha bo'lgan kelganingizga? 2,5. 2,5 yil bo'lgan. O'qizchi? F6. F6? Karsga tekkanmi? So'ngki o'sha qizniki shekilli-ga. Buni siz sovg'a qilyapsizmi? Yo'q. Nima sabab aka o'zini o'zi osib qo'yishiga sabab nima? Ha? Rashk deb o'ylayapman. Rashk deb o'ylayapsiz? Siz aka O'zbekistonda unashtirilganmisiz? Ha? Uylanmaganmisiz O'zbekistonda? Yo'q. Siz betki meni bilishim bo'yicha, ha? Siz Y9 vizada kelgansiz. To'g'rimi? Y9 vizada kelgansiz, bu qiz bilan tanishib qolgansiz. Bu qiz Karsga tegib kelganmi o'zi Koreyaga? Karsga tegib. Hali telefonda aytdingiz, oldin O'zbekistonda ham oila qurgan ekan dedingiz, to'g'rimi? Kars ikkinchi oilasi bo'lganmi? Xo'p, undan chiqib keyin sizga tekkanmi shunda? Ha? Ha. Tegmagan, u birga yashab yurgansizlar, to'g'rimi? Nimaga nikoh qilib olmagansiz aka o'zingiz? Nimaga nikoh bo'lmagan aka? Farzand bormi? Yo'q, farzand yo'q. Bu polni ayolingiz kiyimlari shekilli. Aytdi, joy namozlar ham turib namoz ham o'qiganmisizlar? Ayolingiz deyapman, tilim ketib qolyapti, lekin ayolingiz emas-da u qiz. Qo'pol qilayotganda o'ynashingizda endi. Xafa bo'lmang-ku. Men shunaqa gapiraman-da. Bu tomon polni nima shekilliga? Zavodlar. Oho, mana olib qo'ying mana ko'chani. O, mashinalar terib tashlashibdi. Bu qanaqadir mashina zavod shekilli menimcha. Necha pul endi mashet? Oylik ijara to'lovi aka? 500 ming. 500 ming? Fojingimi qancha? 5. Ha? 3 millionligini bilardim, 5 million deb keyin oxirgi mahal o'zi aytgandi, 5 million qo'yganmiz. 5 million? 3 million deb bilardim dedi. Ha. 3 millionga fojingim bergansizlar, oyga 500 mingdan to'lov qilgansizlar, to'g'rimi? Shunday. Ha. Tushunarli. Aka, demak siz yoshingiz nechida? 25 da. 25? Nechinchi yil bo'ladi? 2000. 2000? 1. Birmi? Bu ayni degan sindirib yubordi aka. Kurshga otuvdi-da. Kim otdi? Qizmi? Sizga otdimi? Yo'q, menga shu o'ynakka otdi. Sabab? Sizga jahl qilibmi? Hozir bunday qilsam to'kilib ketadi bu ayni. Qo'li bilan urib ko'rdi, keyin qo'li ham shilinib qoldi. Shu o'rtasi shuni teshildi-da. O'zi butuni shu o'rtalari ham bor edi. Karisni uyini qilib berishlaring kerak endi. Men hozir shokdaman borku. Ota-onasi biladimi bu qizni vafot etganligini? O'sha paytda aytmadilaringizmi? Yo'q, xabarni berganimiz yo'q hali. Bu aroqni ham ikkalasini olmay ichibdi oxirigacha. Qani o'zini osgan joy qayerda? Ko'raychi. Nimada osgan o'zini? Ro'mol. Hijobda. Qani oyoqingchi? Mana shu osgandan beri hech kim kirmadimi balki? Melisalar kirgan, to'g'rimi? Kirib ketishdan ekspertiza mas'ullari kirib. Qayerga osgan? Ana shu tepada. Bu yoqqa kelingchi siz. Menga osganmi? Shu narsaga osgan. De kelingchi bu yoqqa oling kirib.
Mana stulni oling. Mana shu yerga osgan ekanda, qara. Bo'yidan sal baland ekan, bitta. Bo'yidan ozroq. Necha metr bo'lgan bo'yi? 1.67lar bo'yi. Va 1.80 shekilli, bet. 1.80 ekan bet. 20 bor ekanda. Birinchi kim ko'rgan? Hali sherigingiz ko'rganmi? Siz umuman osilib yotgan holatda ko'rmaganmisiz? Men kelsam Bu tomonga qarab turganmidi yo bu tomonga qarab turganmidi? Unisini ham bilmayman. Bilmaysiz, hali sherigingiz biladi. Sherigim bilaman. Chiqdi batda. Mana stulni kim olib kirdi batga? Stulga chiqib bosgan adashmasam. Stulga chiqib osib stulni itarib yuborganmi? Bo'lsa kerak. Katta ehtimol bilan, yana ham bilmayman. Sizlar olib kirmadinglarmi buni? Yo'q. Bu ishlaydi. Men shoshilib kelgan paytim bu yerda mana shu joyda yotibdi. Demak, hop. Men endi o'zim tushunganimni aytaman hozir. Agar noto'g'ri bo'lsa, siz aytasiz, xo'pmi? Mana shu akani orqasidan turib olingda meni. Xo'p, meni bilishim bo'yicha bu qiz qayerdan dedingiz? Sirdaryo. Sirdaryolik qiz, siz Namanganlik. Siz 7-9 bilan kelgansiz, u qiz Koreyaga karsga tegib kelgan, to'g'rimi? U qiz o'zini o'sha vatanida turmushga chiqqan, ha? Farzandli bo'lmagan yo bo'lganmi? Bitta farzand bor. Bitta farzandi bor. Xo'p, Koreyaga kelyapti. Karsga tegib kelyapti, to'g'rimi? Vizasi qanaqa edi? F6. Nelegal dedingiz shekilli? Vizasi fevralda tugaydi shekilli adashmasam. Ha. Xo'p, kelyapti, Karsga tegib, qanchadir yashayapti. Qancha yashagan? Unisidan aniq Xabaringiz yo'q. Qanday tanishib qolgansizlar qiz bilan? Internet. Internetda tanishib qolgansizlar. Keyin siz unga aytgansiz, yaxshi ko'rib qoldim, mana yaxshi ko'rib qoldim, keyin birga yashagansizlar, to'g'rimi? 2 yil oldin tanishganmisizlar? 2 yil oldin tanishganmiz. Birar yilcha gaplashib yurgansizlar. Shunaqa. Keyin 1 yildan ozroq muddat birga yashagansizlar, to'g'rimi? Bitta uyda. Mana sizga savolda ota-onangiz bor-a? Nima sabab? Masalan, hozir so'rasam musulmonman deysiz-da, to'g'rimi? Nimaga nikohlab olmadingiz? Xo'p, mana shunchalik ekan. Uni ota-onasi biladimi? Qisman xabari bor. Indashmadimi? Gapirishgan. Nima deyishgan? Halollab olgan. Halollab olgin deyishganmi? Sizga aytishganmi? Endi unaqa yurmanglar, agar raziyat bo'lsa to'y qilinglar halollab. Xo'p. Sizlar nima degansizlar? Qiyinmi shu narsa? Qiyin emasmi? 5 minut vaqt ketadi, to'g'rimi? Niyat jiddiy bo'lganmi yo prosta o'ynatib tashlab ketish bo'lganmi? Jiddiy bo'lgan. Nima jiddiy bo'lgan bo'lsa shuncha siz masalan jinnimisiz, ahmoqmisiz? Nima shu paytgacha shu nikohlab olmadingiz shu qizni? Qo'pol qilib bitta gap gapiraymi? Harom yurgansiz, to'g'rimi? Ha? 1 yil, 2 yil, ha? Mana shu qiz bilan o'ynashib yurgansiz, yotib yurgansiz, ha? Er-xotinga o'xshab yurgansiz. Mana urishgansizlar, janjal qilgansizlar. Mana siz oxiri endi har bitta ota-onani ana eshikni yopib qo'ying aka.